Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Fitr sadaqasi o'zi nima uchun beriladi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fitr sadaqasi Alloh taolaning biz bandalarga tortiq qilgan buyuk ibodatlardan hisoblanadi. Chunki bu fitr sadaqasi sababidan ro'zada yo'l qo'ygan ba'zi kamchiliklarimiz bo'ladi. O'sha narsalarga kafforat bo'ladi. Bundan tashqari fitr sadaqasi miskinlar uchun hayit kunlarida bir xursandchilik taomiga ularni ham imkoniyatini yaratib berishga sabab bo'ladigan amallardandir. Bu borada bir qancha hadislar naql qilingan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan naql qilingan hadisni aytamiz. Bu hadisni Imom Abu Dovud rahmatullohi alayh sunanlarida naql qilganlar. Faraza Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakatal fitri طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. يعني Uzat roziyallohu anhu aytiblarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr sadaqasini ro'zadorni poklashlik uchun, ya'ni lag'v gaplardan, uyatsiz ba'zi bir gaplardan poklashlik uchun farz qildi. Va yana miskinlarga taom bo'lishlik uchun farz qildi. Kim buni namozdan oldin ado qilsa, bu maqbul bo'lgan zakot, ya'ni fitr sadaqadir. Kim namozdan keyin ado qiladigan bo'lsa, oddiy bir sadaqalardan bo'ladi dedilar. Demak, bu yerda ko'ryapmizki, fitr sadaqasi avvalo Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga farz qilgan, vojib qilgan ibodat. Ya'ni Hanafiy mazhabimizda vojib amali deyiladi. Demak, hukmi vojib. Endi bunda yana ikki bir hikmati bor. Buni vojib bo'lishidan biri ro'zadorlar ro'za paytida yo'l qo'ygan ba'zi xato kamchiliklari. Ya'ni aslida ro'za tutganimizda bizni qornimiz va farjimiz ro'za tutgani kabi boshqa a'zolar ham vujud bilan tutishimiz kerak edi. Ko'zimiz ham, quloqimiz ham, xo'p, so'zlarimizda ham ro'za tutishimiz kerak edi. Lekin kamdan kam insonlargina buncha narsani uddalashligi uddasidan chiqa olishadi. Ba'zi holatda zaifligimizga borib, ba'zi bir gap so'zlarga aralashib qolamiz. Ana shunda ro'zamizga jarohat yetadi. O'sha jarohatni fitr sadaqasi o'nglab tuzatib beradi. Shuning uchun bu fitr sadaqasi vojib qilingan. Vojibligiga e'tibor qilsak ham Ramazon tugashida. Ya'ni xuddi bu g'usulning maqomida, ro'zamizni yuvib beradigan, ro'zamizni jarohatini tiklab beradigan maqomdagi ibodat hisoblanadi. Ba'zi ulamolar aytadilarki, fitr sadaqasi 5 vaqt namozni farzlarga qo'shimcha o'qiladigan sunnat namozlari kabidir deydi. Ya'ni farzlardagi xato kamchiliklar sunnat bilan tiklanib ketadi. Hatto ba'zi ulamolar fitr sadaqasini namozning sajda sahviga o'xshatishgan. Vaki ibn Jarroh rahmatullohi alayhi aytadilarki, namozdagi sajda sahv, namozdagi ba'zi bir vojiblarga yetgan qusurlarni tiklagani kabi fitr sadaqasi ham ro'zadorlarni ro'zasiga yetgan qusurlarni tiklaydi. Endi ikkinchi hikmatida aytdikki, miskinlarga yordam ma'nosida, ularning ko'nglini ko'tarish ma'nosida dedik. Hadis shariflarda aytiladiki, payg'ambar alayhisalom ag'nuhum fi hazal yawm dedilar. Bu kuni ularni behojat qilinglar. Yoki yana bir hadisda ag'nuhum an tawafi hazal yawm. Bu kunning tilamchiligidan ularni behojat qilinglar, boy qilinglar. Ular ham sizlarga o'xshab bir hayit nishonlasin degan hadisni aytganlar. Chunki hayit bayrami ommaviy bayram. Faqat boylar nishonlaydigan emas. Endi boylar huzur halovatini nishonlasa-yu, kambag'allarning qo'lida biror bir yegulikka imkoniyat bo'lmasa, ularga tatimaydi hayit. Shuning uchun bunda fitr sadaqasi vojib qilingan. Bu narsa kambag'allarning ko'nglini ko'taradi, jamiyat ularga e'tibor qaratayotganligini his qilishadi, ularni hayit kunlar unutib yuborilmayotganligini his qilishadi. Ana shu sabablardan bu sadaqa vojib qilingan. Ya'ni ro'zamizni jarohatlarini tiklashlik bilan birga va jamiyatdagi zaif qatlamni ham holidan xabar olib, ularni ham ko'ngliga hayitni ko'hna kiritishlik maqsad qilingan. Fitr sadaqasi qachon berilishi lozim? Fitr sadaqasi Ramazonni o'zi avvalidan bersa ham bo'ladi-ku, vojib bo'ladigan payti hayit kuni tong payti vojib bo'ladi. Bunga hadis sharifda aytiladiki, Nofi' rahmatullohi alayh Ibn Umar roziyallohu anhudan naql qiladi. U kishi aytadilarki, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. يعني Ibn Umar roziyallohu anhu aytiblar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
fitr sadaqasini odamlar namozga chiqishidan oldin ado qilishlikni buyurdilar deydi. Nofiy aytyaptiki, Ibn Umar roziyallohu anhu o'zlari ham hayitdan o'sha namozdan bir kun yoki 2 kun oldin ado qilardilar deydi. Demak, bu fitr sadaqasini berish vojib bo'ladigan vaqti hayit kuni tong otganda vojib bo'ladi, lekin Ramazon kirgandan berilaversa ado topaveradi. Endi buni hayitga taqalibroq berganliklari sahobiylarni o'sha miskinlar ham hayitga xursandchilik bilan chiqsin. Hayitdan keyinga qoldirilmaslik kerak. Ya'ni hayitdan keyin qolsa ham baribir zimmadan soqit bo'lmaydi bu narsa, lekin Ramazonda o'sha hayitdan oldin ado etganlik savobiga erisha olmaydi. Vojibligicha qolaveradi zimmada. Shuning uchun o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, miskinlarni xursand qilishlik ekan, ular ham hayitga nimalargadir sarflashligi uchun bir kun 2 kun oldin berilsa yana ham yaxshi. Ramazon ichida berib qo'ysa ham ado topaveradi. Fitr sadaqasini kimlar berish kerak? Fitr sadaqasi. Fitr sadaqasi moliyaviy ibodat. Masalan, zakot mol hisobidan berilsa, fitr sadaqasi jon hisobidan, shaxs hisobidan beriladi. Shuning uchun fitr sadaqasida zakotning nisobida topilishi lozim bo'lgan barcha shartlarni topilishi shart qilinmagan, lozim qilinmagan. Kishi hur bo'lib, o'sha musulmon kishi nisobga yetgulik bo'lgan miqdordagi molga ega bo'lsa, lekin nisobi zakotnikidan farq qiladi deyapmiz o'lchovlarida. Ya'ni nimalarni hisoblashlikda farq qiladi. O'shancha molga ega bo'lgan kishiga fitr sadaqa berishlik vojib bo'ladi. Shu bilan birga u kishi o'zini qaramog'idagi balog'atga yetmagan yosh bolalariga ham berish vojib bo'ladi. Ammo balog'atga yetgan, masalan, kambag'al farzandi bo'lsa yoki ayoli bo'lsa, ayoliga yo katta farzandlarga berish vojib emas, lekin ularga ham bersa, ularni iznsiz bergan taqdirda ham ularga ham ado topadi, o'tadi. Fitr sadaqasini berish vaqti hayit kuni tong otganda keyin beriladi dedik-ku. Demak, o'shangacha tug'ilgan farzandga beriladi. O'sha paytda tug'ilsa ham beriladi. Undan keyin tug'ilganlarga berilmaydi, ya'ni homilaga ham berilmaydi. Ya'ni qorindagi homilaga fitr sadaqasi berilmaydi. Shu bilan birga hayit kunigacha bo'lgan muddatda vafot etgan kishining nomidan ham fitr sadaqasi berilmaydi. Fitr sadaqasi kimlarga beriladi? Fitr sadaqasi xuddi zakot yeydigan kishilarga beriladi. Ya'ni zakotga haqdor bo'lgan kishilarga fitr sadaqasi berilaveradi. Lekin endi zakotga haqdor kishilar masalan ko'p, o'shalarning ichidan eng munosiblari, masalan, birinchi o'sha kishi beradigan bo'lsa, avvalo o'zining yaqinlaridan boshlaydi. Yaqinlaridan boshlaganda aka-uka, opa-singillardan boshlaydi. Amaki, ammalardan, ularning farzandlaridan, xola, tog'alardan, ularning farzandlaridan, keyin boshqa qarindoshlar, keyin qo'ni-qo'shni begonalariga beriladi. Fitr sadaqasi kimlarga berilmaydi? Fitr sadaqasi moli nisobiga yetgan kishiga berilmaydi. Shu bilan birga moli nisobiga yetmagan bo'lsa-da, masalan, kambag'al kishi bo'lishi mumkin, berilmaydigan kishilar bor, o'zini farzandi bo'lsa unga bermaydi. Nabirasiga ham bera olmaydi, ota-onasiga ham bera olmaydi, bobo momasiga ham bera olmaydi. Chunki bular nafaqasi buni zimmasiga vojibdir, o'zi shundoq ham nafaqasini ta'minlash kerak. Shuningdek, bu fitr sadaqasi beriladigan kishilarni o'ziga shaxsiy mulk qilib berilishlik kerak. Shundan ma'lum bo'ladiki, masalan, biror muassasalarni o'ziga ishlatishlikka, maktab qurishlik, masjid qurishlik, ko'prik qurish kabi xayriya ishlariga ham buni tasarruf qilib bo'lmaydi, berilmaydi, ya'ni. Ro'za tutmaganlar ham fitr sadaqasini beradilarmi? Ko'pchilik so'raydigan savol bu ham. Ro'za tutmaydigan kishilar ham fitr sadaqasini beradi. Chunki fitr sadaqasi mustaqil ibodat. Hadisda aytilganidek, ro'za tutganlar uchun ro'zasidagi ayrim jarohatlarni o'nglaydigan bo'lsa, bundan tashqari miskinlar va kambag'allarni ko'ngliga xursandchilik kirilishlik uchun ham berilar edi. Shuning uchun bu alohida mustaqil ibodat bo'lgani uchun ro'za tutmagan kishilar nomidan ham fitr sadaqasi beriladi. Fitr sadaqasi qancha miqdorda beriladi? Fitr sadaqasining miqdori oz, unaqa katta miqdorda emas, chunki shariat boshi bu narsada, bu xayriya faoliyatida ko'pchilik ishtirok etsin, ko'pchilik savobiga aralashsin degan ma'noda kam qilib belgilangan fitr sadaqasi. Bo'lib ham boylarga vojib qilingan, lekin boy bo'lmagan kishilar ham bersa bo'ladigan miqdorda belgilangan bu narsa. Ya'ni bu xayriya ishlarda xalq ommatan ishtirok etishligiga imkoniyat qilib berilgan. Hatto shuning uchun o'sha yurt yeydigan, odatda yeydigan, ko'p yeydigan taomdan qilib belgilangan. Masalan, bug'doydan, mayizdan, arpa, xurmolardan bizda o'lchanadi.
Bug'doydan bo'ladigan bo'lsa yarim so', mayizdan ham yarim so' deyiladi. Arpa va xurmodan 1 so' deyilgan. Endi o'sha narsalarni biz qariyb masalan yarim so'ni qariyb 2 kilogramm olinadi. 1 so' qariyb 4 kilogramm olinadi. Aslida so' bu kilogramm o'lchovi emas, idish o'lchovi. Shuning uchun masalan bug'doyning doni katta kichkinaligiga qarab, xurmoning doni katta kichkinaligiga qarab turib, kilogrammida farq bo'lishi mumkin. Idishda farq bo'lmagan taqdirda ham. Shuning uchun qariyb 2 kilogramm bug'doy deymiz. Bugungi kunda 10 ming so'mga to'g'ri kelyapti masalan. Arpada 4 kilogramm arpani oladigan bo'lsa 16 ming deyilyapti. Mayiznikini masalan 2 kilogrammga olinsa 110 ming deb aytilyapti. Xurmonikini 180 ming deb belgilanyapti. Endi biz tavsiya qiladiganimiz kambag'allarni ko'ngliga quvonch kirishligi uchun imkoniyati borlar ko'proq bersin, xurmodan bersin. Masalan, zimmadan soqit bo'ldi qilib emas, balkim bu ibodatlarni biz Allohning ne'mati deb qabul qilishimiz kerak. Asli ibodatlar ham zimmadan soqit bo'ladi ado qilishimiz bilan. Lekin ado qilib qutulish uchun emas, Allohning ne'matini his qilishimiz uchun eng yaxshisidan ko'proq berib, kambag'alning qo'liga, miskinning qo'liga ko'proq pul tushsa-yu, hayitni u ham nihoyatda bir xursandchilik bilan nishonlasin deb turib aytamizki, mana shu 4 tadan birortasidan tanlab beraveramiz, lekin imkoni borlar ko'proq chiqarishsa, kambag'allarga quvonch yanada ko'proq kiradi. Fitr sadaqasini oila a'zolarining nomidan bir kishi bersa bo'ladimi yoki har kim o'zi berishi kerakmi? Fitr sadaqasini oila nomidan beradigan bo'lsa, oila boshlig'i o'zini nomidan va voyaga yetmagan farzandlari nomidan, balog'atga yetmagan farzandlari nomidan berishi vojib. Endi balog'atga yetgan farzandlari bo'lsa va ayoli uni nomidan ham berishligi joiz. Ularning izni bo'lishi shart qilinmagan. Undan boshqalardan izn so'rab qo'yish kerak. Chunki bu ibodat moliyaviy ibodat niyatga bog'liq. Ya'ni niyat ham qilish kerak bu ibodatni. Shuning uchun oila a'zolari, ya'ni o'zini farzandlari, ayoldan boshqalarning nomidan beradigan bo'lsa, ularga bildirib qo'yib, u do'sti nomidan berishi mumkin bir kishi masalan, boshqa nomidan berishi mumkin. Fitr sadaqasini nomingizdan beryapman, niyat qilib qo'ying degan ma'noda bildirib qo'yish kerak bo'ladi boshqalar. Fitr sadaqasini berayotganda bu sizga fitr sadaqasi deb berish shartmi? Endi agar fitr sadaqasini beradigan kishimiz zakot yeyishlikka, fitr sadaqasi olishlikka haqdorligi aniq bo'lsa, unga bu fitrdan deyishlik yoki bu zakotdan deyishlik shart qilinmagan. Ba'zi ulamolar aytmasdan bergani ham yaxshi deydi, uni ko'ngli sinmasligi uchun, hijolat bo'lmasligi uchun deyilgan. Shuning uchun oladigan kishi haqdorligi aniq bo'lsa, unga buni aytishlik shart qilinmagan. Yana shu yerda bir narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Masalan, yuqorida nisob haqida ham gapirdik-ku. Fitr sadaqasi vojib bo'lgan kishilar o'zlari fitr sadaqasi yeya olmaydi, zakot yemaydi. Masalan, ba'zilar zakot bermasa zakot olaveradi degan tushuncha bo'lib qolgan odamlar ichida. Yo'q, zakot bermasa-da fitr sadaqasi berish vojib bo'lgan kishilar bor. Ularga qurbonlik vojib bo'ladi zimmasida. Ular zakotdan, fitrdan yeyishligi mumkin emas, taqiqlanadi ularga. Fitr sadaqasini plastik kartaga o'tkazish mumkinmi? Plastik karta orqali berishligi mumkin. Hozirgi kunda bu narsa ancha qulaylik bo'lyapti, yana boshqa qarindosh urug'larimizga berishda boshqada qulayligi ham bo'ladi. Chunki plastik kartada haligi muhtojning kartasiga tushgan pulni o'sha muhtoj xohlagandek tasarruf qila oladi, xuddi naqd puldek. Shuning uchun plastik kartada o'tkazishlik ham joyiga tushadi, o'tadi albatta.